Qoraqalpoqlar tarixida ularning Xorazmga kelishi bir kunlik voqea emas, bu asrlar davom etgan tabiiy ko'chish jarayonidir. Uzoq o'tmishda Qoraqalpoq ajdodlari Amudaryoning quyi oqimi va bugungi Qoraqalpog'iston atrofida yashagan. Shu sababli Xorazmga kelish ular uchun mutlaqo begona hududga ko'chish emas, balki tabiiy geografik yaqinlashish hisoblangan. Asosiy ko'chish davri 14-16 asrlarga to'g'ri keladi. Oltin O'rda parchalanganidan keyin Qoraqalpoq urug'lari Sirdaryo va Orol bo'yidan asta-sekin janubga, Xorazm tomonga ko'chadi. 17-18 asrlarda esa ular Xiva xonligi hududiga kiradi. Ba'zilari xonlik siyosati bilan majburan ko'chiriladi. Ba'zilari esa o'zaro asta-sekin yaqinlashadi. Shu bosqichlarda Qoraqalpoqlar orasida yarim ko'chmanch turmush tarzi ham mavjud bo'lib, mavsumga qarab qo'shni hududlarga ko'chib yurgan. Bu esa xorazmliklar tilida ular keyinroq kelgan qavmi degan taassurotni shakllantirgan. Bundan tashqari, ba'zi Qoraqalpoq qishloqlari birdan paydo bo'lgani, ya'ni mahalliy aholi orasiga yangi urug'lar kirgandek bo'lgani ham ularni ko'chib kelgani deb eslab qolishga sabab bo'lgan. Shuning uchun tarixiy manbalar Qoraqalpoqlarni Xorazm hududiga bosqichma-bosqich ko'chgan, ammo mintaqa bilan qadimiy aloqasi bo'lgan turkiy elatlar sifatida tasvirlaydi. Bugungi kunda Qoraqalpoqlar va Xorazmliklar bir mintaqada ildiz otgan, tarixi qo'shilgan, bir-biriga yaqin xalqlar sifatida yashab keladi.